Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Tak, do'stlar, qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamabsizlarmi? Hey, joninglar sog'mi? Do'stlar, bugun sizlar bilan 3-8 kontorasida Games o'yinlarida balans ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Bemalol videomizni tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rdinglar, kecha bolalar balansimizni 10 million qanchadir 10 million 96973 so'mga chiqarganmiz. Mana o'sha pul turibdi hozir ham. Bu pulga tegmagan holda bu pulni maksimal darajada, misol 1-2-3 kun mobaynida o'sha pulni 100 milliongacha olib chiqishga harakat qilamiz. Bemalol bizdan tomosha qilib olishingiz mumkin. Bo'lmasa biz bolalar sizlar bilan boshlaymiz, Gamesga kiramiz. Bugun faqat bitta konta, bitta o'yinning o'zida, misol vampirni o'zida bitta o'zida o'ynaymiz, tamom. Shuni o'zida balans ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, bolalar, bo'lmasa biz o'yinni boshlaymiz. O'yinni boshlashimizdan oldin bolalar bir narsani eslatib o'taman. Promokod orqali ro'yxatdan o'tasizlar va 100% gacha bonuslarni qabul qilib olishingiz mumkin. Bu promokodimiz Telegram kanalimizda joylashtirib o'tilgan va undan tashqari videomizni описаниесida ham qoldirib o'tamiz. Bemalol promokod orqali ro'yxatdan o'tib, sizlar ham o'zingizlarning bonusinglarni qo'lga kiritib olishingiz mumkin. Bonus bu sizlar uchun bolalar bilasizlar, ikkinchi imkoniyat demak deganidir. Xo'p, bo'lmasa biz boshlaymiz. Vampir bugun berish kerak. Chunki kecha o'ynamaganmiz vampir. 3400 ming malka bilan boshlaymiz. Qaranglar, vampirda strategiya qanaqa bo'ladi bolalar? 3 ta bir xil rasm tushadi pastni o'ziga. Kecha deyapman, kechadan oldingi kungi strategiyamiz tepaga yoki pastga tushsa bo'ldi edi. Faqat bu bugungi strategiyamiz faqat pastga tushishi kerak, tepaga tushsa bugun ishlamaydi. Bo'lmasam ko'rib olinglar, qarang, bolalar hozir pastni o'ziga tushadi. Pastni o'ziga tushgandan keyin bunaqa hozir boshda manaqa so'rovlar berib turadi yutuqlarni. Bu azart yonib qolmasin, unga qiziqib, u yoq bu yoq azartga berdinglarmi, tamom. Bittalar minusga yetib ketaverasizlar bolalar. Xo'p. Tomosha qilib turinglar bolalar. 3400 minimalka bilan bosyapmiz. 3 ta bir xil rasm eng pastiga chiqishi kerak bolalar. Eng pastki qatorda bitta rasmni ushlab olamiz. Keyin u yog'ini ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Bugun 10 million bilan boshladik. Vampirda shuni bugun normalniy darajada chiqarib olishga harakat qilamiz. Chunki ancha bo'ldi vampir o'ynamadik. 2 kuncha bo'lib qoldi. Chunki beradigan joyga ham kelib qoldi bu vampir. Faqat kutamiz bolalar, kutamiz. Azart yonib, hozir oldinga berayotgan bu sovg'alar, yutuqlarga qiziqmanglar-da. O'zi bu faqat odamning o'yinchini psixologiyasini o'zgartirib, uni qiziqtirib, boshqa qilish uchun shunaqa qiladi. Minimalka bilan o'ynab turganingiz uchun shunaqa bo'lyapti hozir. Normal davom bersak, tamom. Bittada qolib qo'yaveradi, tamom. Bittada minusga kezib tashlaydi. Pastki qatorda 3 ta bitta rasm. Davay, qani endi beramiz pastga bitta. 3 tasi bittadan. Davay. Mana bolalar bilan o'tib ketdi. O'tib ketsa ham mayli, hech yo'q. Hozir shu yerda 50 mingdan 2 marta aylantiramiz. Qaranglar, strategiyani yomon bo'ladi hozir. 50 mingdan bitta ketdi, 2 ta ketdi. Mana endi shu joyiga 150 mingdan bosamiz 5 marta. 150 mingdan 5 marta aylantiramiz. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta mana. 60 ming. 5-inchisi ketdi mana 135 ming. Endi shu joyiga yana 50 ming qo'shamiz. 190 ming, 40 ming qo'shamiz, xo'p. 190 ming aylantiramiz. Yana 5 taga ketdi. 2 tasi ketdi. 3, mana ko'rdinglar 703 ming. 4, 5-inchisi mana. 5-inchisi ketdi. 40 ming bosamiz, yana 230 ming. 250 minggacha davom beramiz. Mana ketdi birinchisida 552 ming. Yana bitta berish kerak. 39 ming. Mana 90, bilat kattaroq summa berdi shu joyga. 3 ta, 4 ta, 5 ta mana. 145 ming.
20 ming dagon qo'shamiz, yana 20 ming qo'shdik. Hop, bitta, ikkita, uchta mana. Uchtada 2.925 ming balans uji. 11.164 ming bo'ldi. Yana bitta berish kerak. Bosamiz yana bitta. Bitta, ikkita, uchta, 4, 5-inchisi va oxirgisi. Bo'lmadi, bermadi. Yana minimalkani pasaytiramiz yaroqni. 3400 dan bosamiz yana. 3400 dan ketdi. Bitta. 3 ta bir xil rasm olamiz, tamom. 3 ta bir xil rasm. Mana 3 ta bir xil rasm keldi. Mana yana 100 mingdan bosamiz bittan o'ziga. 100 ming. 100 ming ketdi. Go. Qaranglar endi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta mana. 40 ming. 50 ming qo'shamiz. Onasini yensin. Boshqa joylarga yozib taylayapti-yu. 150 ming. Ketdi go. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta mana. 2.490 ming yana. Endi yana minimalkani qaytaramiz. 3.400 ga bosamiz yana. Yana 3 ta bir xil rasmni kutamiz. Eng pastki qatorga 3 ta bir xil rasm. Tamam. 3 ta. Mana o'tib ketdi, mana bir xil rasm tushuvdi. Endi buni 150 mingdan boshlanishiga bosamiz. Har nima tushganda 50 ming ko'tarib boraveramiz. Mana 3.525 ming. Ko'rdinglarmi bolalar? Pizdes, короче. Chotki summa beryapti. 2.250 yana. Balansimiz уже 17.356 ming bo'ldi. Chotki. Natija zo'r bo'ldi. 150 mingdan aylanib qoldi. Mayli. Balansimiz 17 million bo'ldi. 3400 minimalga qaytdi yana. Davay. Bitta. 3 ta bir xil rasmni kutamiz yana. 3 ta bir xil rasm. Shikos. 3 ta bir xil rasm. Eng pastki qatorga bo'ldi. Eng pastki qatorga 3 ta bir xil rasm. Eng pastki qatorga bermayapti lekin. Bitta bering eng pastki qatorga. Oy, bilat, suka, bering shu joyga. Mana berdi bo'ldi. So'ragan joyimizga berdi. Endi 200 mingdan bosamiz. Har 3 ta bir xil rasm tushgan payt 50 mingdan ko'tarib boraveramiz. 200 mingdan ketdi. Bitta. 80 ming. 2 ta. 3 ta. 520 ming. 4 ta. 5 ta. 50 mingga oshiramiz yana. 250 mingdan ketdi. Go. Bitta. 2 ta. 3 ta. 4 ta. 5 ta. 300 ming. 300 mingdan ketdi yana 5 taga. Bitta. 2 ta. 3 ta. 4 ta. 5 ta. 90 ming. 3 million minusga kirdi. Qaytish yo'q bolalar. 400 ming. 400 mingni aylantiramiz yana. Bitta. 2 ta. 3 ta. 4 ta. 5 ta. 1 milliondan 2 marta aylantiramiz. 500 mingdan aylantiramiz. 500 mingdan 4 marta aylantiramiz. 4 marta. 2 ta. 3 ta. 4 ta. 150 ming. Yuzdan aylantiramiz. Mana 4 million 700 bittada. Oxirgi shansda aylantirib oldik. 5450. Balansimiz уже 20 million 113 ming 393 so'm. Balansimiz 2 martaga oshirdik bolalar. Ko'rdinglar, kirishimizda 10 million so'm puldan kirdik. Balansimiz уже 20 millionga chiqdi. Bu degani normal natijada bu jigarlar. Qaranglar.